turgan oynani samaklashisi bo'lar ekan. Mana ko'ryapsizlar, buni to'rtburchak bo'lib, o'zingizga xohlagan yoqqan ranglaridan yoki xillaridan olsanglar bo'ladi. Qisqacha bularni sizlarga hozir ichkarida narxi bilan aytib o'tib ketamiz. Bularni ko'rib oldinglar. Hozir buni ko'ryapsizlar. Bemalol qayrisa ham bo'ladi. Ichkarida mana sizlarga qisqacha bo'lsa ham ochib ko'rsataman. Keling. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli narsa. Buni devorlarga, o'zingizga mos joylarga, oshxonalarga dekorativniy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Aka, buni narxi necha bo'lyapti shunda? Bularni 40 ming qilib beramiz. 30 ga 30 bo'ladi. 30 ga 30 bo'ladi. 40 mingmi mana shu donasi? Buni xohlagan joylarga, agar 3 tali, 4 tali joylar bo'lsa ham bemalol anaqa qilib, mana ko'ryapsizlar, bu qayladi ham-da bu. Bemalol o'zingizga chiroyli qilib qo'ydirib olsanglar bo'ladi. Kuzatib boringlar. Okalar telefon nomerlarini qoldiraman. Eng arzon narxlarda olsanglar bo'ladi. Agar sotishga ham kerak desanglar, okaga aloqaga chiqsanglar, viloyatlarga ham bu yerda mashinalar bor. Chiqazib borishadi-yu, faqat yo'l kirasini o'zingizlar to'layverasizlar. Xudo xolasa sotsanglar ham yaxshi narxlarga ketadi. Kuzatib boringlar, telefon nomer обязательно qoldirib ketamiz.